ovqatim, uyim, joyim, bolalarim hammasi joy-joyida. Yana shunda ham bila kamchiligim bor meni. Sizlarni ham eringlar mana bunaqa urush qilsa, hamma narsada sizlar vinovat bo'lib chiqasizlarmi? O'zi ayb sizlarda bo'lmaydi. Itogi urush janjal, shu gap so'zlar shunaqa qiladiki, siz vinovatsiz hammasiga. Erim farishta. Hammasiga men vinovatman. O'sha oldin ko'tarishim mumkin edi. Hozir o'sha men nerim ko'tarmaydi unaqa narsani. Mana bunaqa bitta yasagandim, o'g'lim kutib qoldi. Avokado, sir, xlopsi va salatli zavtrak. Kofe bilan, qora kofe bilan. Bismillah. Avokadoni yaxshi ko'rasizlarmi? Zo'r narsa qizlar, yeylar. Avokado 2-3 ta olib kelib guruch ichiga solib qo'ysanglar, pishib turadi, yumshoq bo'lib, mazza. Assalomu alaykum. Qandaysizlar, o'rtoqlar? Yaxshimisizlar? Qizlar-ki. To'g'risizlar? Da, kecha erim bilan urushdik. Asablarimga tegdi. Men nerim ko'tarmaydi unaqa meni cho'qqa gaplarni. Hech kimni yalinmaymiz, hech kimni majburlab ushamaymiz. Kelsa bolalari uchun keladi. Kelsa yana o'zi biladi. Вот всё. Kofeni ichamiz, zavtragini qilamiz. Bitta avokado, bitta sir, non, ana o. Xilib tidirmida nimadirida. Men kiprikka boramiz. Всё. Asmanni ham hozir endi yankasiga beraman-da. Taksida boraman, nima qilaman? Bitta kofe ichib olib bir gap bo'ladi. Ko'rasizlar-ku qizlar, ovqatim, uyim, joyim, bolalarim hammasi joy-joyida. Yana shunda ham bila kamchiligim bor meni. Yana shunda ham men vinovatman. Shunaqa qiladi, shunaqa gaplari gapiradi. Itogi bunday aylanib kelsin, to'xta, men vinovatmanmi shunda deb o'zing aybdor emasligini, shu joyda seni aybing yo'qligini dokazat qilib bera olmaysan. Shunday qanoti yo'q farishta. SMS yozyapti ko'pchilik ayollar, ko'pchilikda shunaqa ekan. Nima qilaylik biz? O'lib ketaylikmi? Hammasini qilib, kamiga yana kechasiga. Тоже меня. Перерыв ham kerak edi orasida bir. Nima bo'ldi? Yiqildingmi? Sekin yurmaysanmi? Voy. Hech narsa qilmaydi. Bo'ldi. Ana. Ketdik. Kechki ovqatga mana lёгкий ujinim. Bu bitta menga emas, hammaga yetadi. Bugun Ekobozordan koreyka olgandik. Koreykani marinovka qilib, hamma narsasini solimda duxovkaga solib pishirdim. Uyda adam, oyim bor, qalay chiqdi. Ko'rinish nima deyapti ko'rinish? Appetit nima deyaptimi? Ha, yevrosh. Kiyimizni yeching birinchi, kiyimizni yeching. Listahvolni qaranglar. Ha, yuvamiz, nicho. Salat ko'rasizlarmi? Bu baliqli salat, tunis. Ha? Ilikni solmaymiz bugun yo'q. Oshqozon masalasida aytsam, o'zing nimaga kestirding deyishadi. Ha, o'rtoqlar, men kestirmasam sizlarga haqiqatni qanday aytaman? Buni og'riqlari, buni azoblari, kunda qusishimni qanday sizlarga tushuntirardim? Hozir mana qusaman, nechta ayollar yozadi. O'sha oshqozon grija bo'lib qolgan. Bo'ldi, grija bo'ldimi, tamom degani. Buni davolash dafiga puling ketadi. Qilmanglar bu ishni, qilmanglar. Anjelani ko'ringlar, Aziza Abdullayevani ko'ringlar. Anjela qanaqa bestashyapti asli dinimda. O'tinglar, yozinglar, qo'shilinglar, hech narsa qilmaydi. Bir oy oldin emas, bir oy kechroq, zato sog'lom, zato hech qayering kesilmagan, oshqozon butun, joy-joyida, bosh aylanish, qisilish, immunitet past, vitamin kam degan narsalar bo'lmaydi. O'shanisi yaxshi. Non qanaqa non qizlar mana. Mana oddiy non, ustiga sir qo'shib yesanglar bo'ladi. Tvorojniy sir bor-ku, mana men tayyorladim. Bittani oxirigacha yeya olmadim. Uzunligi mana shuncha. Ustiga sir, avokado. Shunaqa vitaminli narsani men hozir polностью organizmimga qabul qila olmadim. O'sha ko'ngil aynishi, mana shu qusay deb turibman. Lekin mana shu vitaminlarga boy bo'lgan narsa bo'lgani uchun o'zimni hozir ushab turibman. Keyin nima yesanglar bo'ladi? Bo'ladi. Hamma narsani yesanglar bo'ladi. Dilada imini hamma narsani yesanglar bo'ladi. Men nimalar yeyman hozir? Mana tunis bor, yog'sizi bor,
Buni yesanglar bo'ladi. Har xil salat barglardan salat tayyorlab yesanglar bo'ladi. Kukuruza yesanglar bo'ladi. O'sha aslida hammasini tushuntiradi o'rtoqlar. Yeb ham olsa bo'ladi. Faqat dvijeniyani ko'proq qilish kerak bo'ladi xolos. Non, shakar. Men shakar umuman yemayman. Ertalab navot bilan kofe boshim og'rimasligi uchun, boshim aylanmasligi uchun shakar вообще yemayman. Oshqozon kestirish masalasida umuman shoshqaloqlik qilmanglar. Men borganman, xuddiki men patkayfu borganman. Nima bo'lganini bilolmaganman. Bordim, gaplashdim. Ertasi kuni 2 millionga yaqin analiz topshirdim. 19 millionga oshqozonni kesirib tashladim. Ertasi kuni oshqozon operatsiyadan keyin o'zimga kelsam, shunaqa og'riq endi. Men nima qildim bila? Men nima qildim? Men oshqozonni kesirib tashladim. Shok bo'lganman. Shok. Menga to'g'ri maslahat beradigan odam bo'lmagan. Boshimdan o'tkazgan bir inson sifatida sizlarga maslahat beryapman. Ba'zi bir odamlar ikkinchi martasiga oshqozonni kesirib sizlarga dorini reklama qilyapti. Voy o'rtoqlar, bunaqa sodda bo'lmanglar. Ba'zi bir odamlar oshqozonni kestirib, palon narsadan ozdim, pismadon narsadan ozdim deb sizlarni aldayapti. Voy ishonmanglar. Ishonmanglar, tagida boshqa gap bor buni. Undan ko'ra srochno dili aslidiga o'tinglar. Men ham qo'shildim shu marafonga. Kelsa onasini yemsam pulim ketadi. Motivatsiya ham bor. Birinchi o'ringa Spark, ikkinchi o'ringa Spark, uchinchi o'ringa umr sayohati qo'yilgan. Yaqindagi mana bu tugagan marafonida Namanganni Nanaydan keyingi Mama qishlog'idagi ayol ko'proq vestashab Nexia 3 uyga olib ketdi. Bayram, to'y tomosha bilan uydagilar kutib olishdi. Nima teshib chiqadimi? Srochno o'tinglar, gilasini demlarga yozinglar. Ishi zo'r, men o'sha ko'ryapman. Analizlarni topshirib keldim. Kam narsasini davolanib to'ldiraman. O'tinglar, srochno yozinglar, qo'shilinglar, o'sha yaqinda start beradi, birga yozamiz. Короче, Dila bilan zavtraklarni qildik, analizlarni topshirdim. Qanaqa analiz topshirdingiz, nimalar topshirdingiz deganlar bilmayman. Dilani o'zi nima qildi? Bitta qon topshirdim, zopimni o'zi qildirdim. Bu tomondan yaxshi chiqdi, yana nimasidir ham bor ekan. Gavdaga nisbatan bu yo katta yo kichik, unisini tushunmadim. Kechqurun Dila tushuntiradi yana. 4 soatda chiqar ekan analiz javoblari. Shu Dilani nima o'zi olib borib, o'zi birga topshirtirdi analizimni. Ko'ramiz endi, xudo xolasa ozishni boshlaymiz. Balki gemoglobin kamdir, balki nimadir, uni hammasini kechqurun Dila aytadi. Lekin Dila bilan zo'r chiqishdik. Menga uni mayda-chuyda gapiradigan odam yoqmaydi. Dangal tars hal qiladi-ku, o'sha odamdan yaxshi chiqib ketaman. Mayda gapiradigan odamni jinim suymaydi. O'zim ham tavakkalchiman, tavakkal ishlashni yaxshi ko'raman. Tavakkalga bosaman, men bilasizlar-ku. O'shanaqa Dila bilan lekin zo'r chiqishdik, chunki gelga bor ekanda. Gelga bor ekanda. Hozir Asmanning sochini dahshat qilib chiroyli qilamiz, Asman. Like, kim zo'r? Asman zo'r. Sochini boshqacha qilamiz. Ataylab o'stirdim sochini, shunaqa qilamiz deb. O'zgartiraylik.